Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aziz, muhterem ve süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım, Uygur qarindaşlarım. Bu mavzuni 3 qatim başlashga to'g'ri keldi bugun ya. Hammalarning o'tgan qadr kechasida qilgan ibodatlaringlarni Alloh maqbul qilib etsin. Katta ajr ato qilsin ve 1000 aydınmı xayrlik bo'lgan bu kechani qilgan ibadetleringlarni 1000 ayda qilgan ibadet sifatida maqbul qilsin. Hammanglarga Allohning güzel salamlari bo'lsin. Qarindoshlarım, bugun aslida yana o'tganki ikki temaga munosabatlik analizlarni qilsammi bo'ladi. Qilishga tegishli ba'zi gaplar chiqib qolgan. Yani Amerika, Xitoy, Tayvan, Rossiya, urush degan mazmunlar. Ama mavzu bek kechikib ketdi qarindoshlar. Bu mavzuni so'zlayman deganimga bir qancha yil bo'lib ketdi. Hatta men video nutqi so'zlashga boshlaganimdan burun buni yozma şekilde maqola sifatida e'lon qilishim kerak bir mavzudir bu. Bek muhim bu. Lekin xalqimizdagi siyosiy safa, istixborot safhasi, siyosiy o'yinlarning parda oqisi haqidagi tushuncha va ong bek to'yin bo'lganlikdan ishonch qilolmay so'zlayolmadim. Çünkü bu tema bek sezgur tema bo'lganligi, nayta asalliq qalpoq kiydirishga qulay bo'lganligi uchun xato tushunilish ve burmulanishga mayil bo'lganligi uchun düşmanlar bek asan burmulab xalqni qaymoqtirib ve bana asan qalpoq kiydira oladiganligi uchun petinolmadim to'g'risi. Lekin ahiret so'zlamasam bo'lmaydi. Çünkü bu mening bir burchum. Yani Allah her nimetning zakatini buyurgan bizga. Xuddi shuningdek ilmning zakati var. O halda men bu bilgan bir ishni demasam gunohkor bo'laman. Onun için ahiri bugun jasoratga keldim ve bu temani so'zlamoqchi bo'lib o'tiribman. Qarindoshlarim, tema ko'rayotganinglardek razil o'yinlarning biri mustaqillik harakatlarining islomlashtirilishi. Xo'sh, mavzuga kelsak, Sovet İttifaqı'nın yemirilişi bilen G'arb blokining qarshisidagi dushman yo'q bo'ldi. Soğuk munosabat urushining qarshi tarafi bo'lmagan ahvolda soğuk urushmi to'xtash kerak edi. Lekin davlatlarning siyosatida dushmansiz bo'lmaslik udumi tufaylidan G'arbning yangi dushmanga ehtiyoji bo'ladi. Dushman bo'lmasa bo'lmaydi. Bu ihtiyaç için bekitilgen düşman İslam oldu. Gerçi bu her xil süpetliğinin İslam aşkulluğu normal İslam emas deb izohlansa mı ameliyat undaq emas. Yanılı bir umumi nam bu düşmanlıkta nişan altı geldi. Yani İslam düşman bo'lganlikdan düşmanda bekitilmedi, aksicha düşman deb bekitilganligi uchun düşman bo'ldi. Ve bununla qarşılık başlandı. Qarindoshlarga ma'lumlik bo'lganidek,
Checheniston mustaqillik hareketi sap holda milliy mustaqillik hareketi bo'lib menayotganda bütün dünya ularning tarafida edi. Chechenlarning tarafida edi. Chechenlar g'alaba qilgan, mustaqillik jakalangan, poytaxtning nomi Javhar Dudoyevni xotirlash uchun Javhar qal'aga o'zgartirilgan edi. Ruslar to'g'ridan-to'g'ri ilib beriladigan qarshi harakatlar bilan Chechenlarni bo'ysundirishdan ojiz kelganligini tunib yetgandan keyin bu ishni istixborot operatsiyalari tashkillash orqali Chechenlarni dunyoda yetim qoldirish, o'z ichida parchalash orqali vayron qilg'ili bo'lganligiga jazm qilishdi. Chunki Rossiyaning taki Chekadan boshlangan bir istixborot an'anasi var. Intayin usta. Qanday qilganda Chechenlarni dunyoda yolg'izlikqa ihtagir bo'ldi? Bu yerda G'arb belgilagan yangi dushman islom Ruslarning ishiga yaraydi. Rus istixboroti darhol ishga kirishib, Chechen mustaqillik harakatini tezdan islomlashtirdi. Maqsad mustaqillik emas, maqsad islom, maqsad dunyoviy islom edi. Nishon mujmallashtirilgandan keyin Checheniston mustaqillik harakati asalla relisdan chiqdi. G'arbning hissadoshligi to'xtadi. Hatto musulmon davlatlarining yordami uzildi. Chunki ularning chulg'uri G'arbning qo'lida bo'lg'achqa, G'arbning dushmanlariga yordam berishga petina olmaydi. Yıllar jang qilib qurbon berib yetilmagan maqsadga Ruslar mana shu usul bilan yetdi. Bu hal Xitoylarning diqqatidan qochmadi. Sovet ittifoqi tarafidan evatilgan xalqaro kommunizm harakatining fidoyilari tarafidan qurilgan Xitoy kompartiyasi qurilgandan tortib Sovetning kontrolligida va Sovet endizisida bilan ish qilib kelayotgan bo'lib, bu hal taki 60-yillardagi Xrushchevning Stalinga qarshi maxfiy doklati bilan orasi buzilgangacha davom qilgan edi. Uningdan keyinmi, garchi Sovet kontrolligi tamoman qoldirilgan bo'lsa-mu, Xitoylar uchun ma'naviy ulgu bo'lishni izchil davom qildi. Endi Sovet xarobasida Çarlık imperiyasi tushi bilan o'rnidan turayotgan Rossiya o'xshashli ulgu bo'ldi. Rossiyaning Checheniston mustaqillik harakatini xalqaro qo'llashlardan mahrum qilish uchun qo'llangan taktikasi islomlashtirish yoki radikallashtirish Xitoylarning diqqatini tortmay qolmaydi. Xitoylar Chechenistonga istixborot xodimlari avatib Rossiyaning tajribasini naq maydonda o'rgandi. Chechenistonga avatilgan istixborot xodimlari taki 94-yillardan 2001-yillargacha uzilmadi Chechenistonda. Kimni evatdi deyaga Xitoyni evatsa aqmaydi. Musulmon emas. Uyg'urlarni evatdi Chechenistonlik qarindoshlar. Biz Turkiyadagi chaqda bir xabarda 2000-yil bo'lishi kerak. 4-6 Chechen ruslarga asirga tushdi. Hayron qolarlik shuki, bar yo'q 4-5 odam asirning ichida 2 Uyg'ur bor. Ruslarga asirga tushdi. Ya bu bütün Chechenistonda bo'lsa 4-5 Uyg'ur vardır da, uning ikkisi darhol asirga tushgan qanday endi bu asirga tushadigan yerda tutulishdim bu o kadar az sandık Uyg'ur. Chunki ularga berilgan vazifa asirga tushish. Nima uchun? Rossiya bir Uyg'ur asirini u yerda tutsa, nima tushunchaga kelishi mumkin qarindoshlar? Bu Uyg'ur degan manda nima ekan bu? Ya'ni Xitoy bilan bizning dushmanimiz bir ekan degan
masajını aladigan. Onun üçün onunla buyurulgan vazife əsirgi düşüş. Bir amallını qılıp Ruslanın qoluğa əsirgi düşüş. Əsirgi düşdü. Xitaylar Ruslar bilen sözleşip bu iki əsrini qaytırıp ekketti. Köp ötmey vatandan çıkan haberlerden ma'lum oldu ki Çeçenistan'da Ruslar əsirgi düşken bu iki inkılapçı mücahit əsir Ürümçide dükkan eçevatkallığı ma'lum oldu. Kim iken bu əsirler? Bunun da naiti Ruşen körüvaqıl oldu kardeşler. Hoş asli gipimizi kiyasek. Çeçenistan'ın bu İslamlaştırış tecrübesini Xitayla dikkat kaldı. Hem de bunu kanda tatbiklaş gerek. Üyegi istihbaratçılarını ve ameli meydanda ügendi bunu. Kanda tatbiklaş gerek? Elbette Uygurlardan müstakillik gruplarını peyda kılış ve keyin ucuk duruşka asan buluş için karşısına yana İslamçı grup tikiş. İki kılış bunu. Öz içinde bir-biriga selip yok qilib bitish uchun Xitoyning qarasini mukammal yo'qolish uchun bu ikki qilish lazım bunu. Bir islomchi guruh bor, bir mustaqilchi guruh bor. Turkiyaning qisman moslashishi bilan 1997-yilda Sharq Turkiston mustaqillik harakatini radikallaştırışning pardasi ochildi. Shu chaqda turmada tutilayotgan Hasan Mahsum turmadan chiqarildi. Bu kişi İslamlaştırış projesi için tanlangan icraçılardan birisiydi. Meyli o anlık bir icraçı olsun. Ya ki üzümü bilmezsin bu nəğmige oynuğucu olsun. Bunisi mühim emas. Oyun mana şundaq başlangan edi. Men bu hareketlerinin bir qatnaşqıçısı bulup qalmay. Hareketinin merkeziga yakın salahiyet bilen qatnaşqıçı buluş üstüde bu haqda küzetkenlerimni bu yerde şerhilep ötüşke, baha berişke, xulas çıkırışka en salahiyetliklerden birimen deyaleyman. Şundaqla bundaq bir eniqlim berişni qarindaşlarımның kallasida paydo bo'lgan, bo'layotgan va bo'ladigan mujmalliklar uchun bir aniqlik keltirishni burchim deb hisoblayman. Shuni eskartishim zarurki, garchi men bundaq radikallashtirish, islomlashtirishning sap holdagi milliy mustaqillik harakatlarimizga keltiradigan ziyonlarini shu chog'da his qilgan va kundalik hodisalarga hozir javob shaklda raddiyalarni yozgan bo'lishimga qaramay, Çeçeniston örneki meni yanıla çöçtü ve yanımı uyg'otdi. Qarindoshlar. Çeçeniston örneki meni nima uchun çöçtü? Chechen mustaqillik harakatining beshidagi ismlardan biri keyin g'arbga qochib Angliyaga sig'ingan. Ve şu yerde mustaqillik harakatining islomlashtirilish orqali yetim qoldirilganligi, yordamsiz qoldirilganligi, g'arbning dushmanligini uyg'otganligi mazmunlarida bir kitap yazib, bu fojialik oqibatlarni bayon qilgan ekan. Biz buningdan boshqa kitoblarda berilgan cheklik jipuchiga erishgan bo'lsakmi, kitobning o'zini topolmadik hozirgacha. Aslida men bu temani kitobni tepib, o'qib chiqqandan keyin, ondan biraz kengroq qilib yozmoqchi bo'lgandim. Biroq kitob tepilmaganligi uchun biz internetdan izladik tabiiyki, Angliyaning kitobxonalaridan izlamadik. Angliyada yashaydigan qarindoshlarimiz izlab baxsi bo'ladi va bizga bir uchur bersi bo'ladi. Bu o'qishga tegishlik nihoyat muhim bir kitob bu. Bir tajriba bu. Biz bilan o'xshash qismatdagi bir millatning tajribasi. Onun için aşında tecrübe türüdeki kitaplarını çokum okuşumuz gerek. Demek, kitap tepilmeğallığı için onu saklayıversem olmaydıqallığını his qilib, bugün bu temini sözleşip karar kıldım. O çağlarda mendimi qılçılık istihbarat yani
siyaset bilimi yok olsun mu? Yani şu 97-99 aralıklarda biz O'rta Asiyadagi çağda mendimi tayinlik yani istihbarat yani siyaset bilimi mi tayinlik. Şunda olsun mu? Bevosita zulm selayotgan düşmanni qo'yib, g'arbni dushman qilib olishning to'g'ri bo'lmayotganligini his qilgan edim. Buni har bir aql egasi his qila oladi, qarindoshlar. Bizning och singlimimizni, onamizni, qarindoshimizni xo'rlayotganlar g'arbmi? Xitoy. Bu bevosita dushmanni qo'yib, Xitoyni tillash bir aql, odatdagi aql bilanmi bu qanday gap degan bir savolni tug'diradi, mumkin. Men bu nuqtadan, ya'ni men siyosatni bilib yerivetganligimdan, istihbarat o'yinlarini tushunganligimdan yozmadim. O zamandagi maqolalar, Aynak degan kitobimda bor shu zamandagi maqolalar. Men uni faqat odatdagi bir normal insonning aqli bilan tarazilab to'g'ri bo'lmayapti deyman degan nuqtadan yozgandim. Buni o'sha aqlli savod bilanmi his qilg'ili bo'ladigan oddiy ko'rinishlari bor edi. Shunga aqlimning deyishicha qarshi maqolalarni yozib xalqni ogohlantirishga tirishgan bo'ldim. Ama bularning hammasining bir istihbarat projesi ekanligini bugünkidek bilmagan edim. Rostini desam. Bo'libmi Chechenistonning mustaqillik harakatida rahbarlik o'rnida bo'lgan bir kishining Angliyaga qochib borgandan keyin yozgan bir kitobi dal mushu islomlashtirish bilan mustaqillik harakatining vayron qilinganligi mazmunlarida ekanligini anglagandan keyin haqiqatan tushunib ketdi. Ya bu demisi bo'lmaydigan bir gap ekan. Shu chaqlardagi ahvollarda ko'rilgan alomatlarni va mening bu haqda yozilgan maqolalarimning mazmunlarini bu yerda ko'rsatishdan burun shu chaqdagi toplumimizning kayfiyatini, sotsial klimatni qisqacha tanishtirib o'tishim zarur deb qarayman. Hasan Mahsum boshchiligidagi o'zlarini islomchi deb qaraydigan guruh, Mamti Nazaret boshchiligidagi guruhni demokratchilar deb ataydi. Ama bu guruhmi musulmon Uyg'urlardan mutashakkil bo'lib, buning ichida yetishgan mollalar bor edi. Hatto Hasan Mahsumdan bekrak mollalar vardı. Hasan Mahsum chalamolla. Nutqining go'zal bo'lganligi tufaylidan beshiga chiqib qolgan bir odam. Qarimi emas, to'liq qari emas, to'liq mollama emas. Ama biz tarafta yetişken mollalar o kadar köp edi. Hüseyincan Qaracım, Ablet Qaracım, Yusuf Qarim deydiganlarning hammasi biz tarafta namazlarını qazo qilmay o'qiydigan taqvodor kishilar edi. Buyoqdim. Faqat bular Xitoylarni bosh dushman deb qaraydi. İslamçılar Amerika başçılıqidagi g'arbni bosh dushman deb qaraydi. Farq shu. Barliq tashviqotlarda g'arbni demokratiyani tillaydi. Xuddi demokratiyada to'la yashab zerikib ketgandek. Turkiyadan tutunda Amerikagacha barliq davlatlarni ozod qiladiganligidan Oqsaroyga islom bayrog'i qadashdan so'z etishadi. Sharq Turkistonni Xitoyni go'yo unutib qolgandek bo'lsa-mu, ular islomni, Allohni bayroq qilib ketirib olg'achqa, nadan xalq ularga bekroq ishonadi. Eng oddiy rejalarnimi, reallikqa uyg'unroq idrok qilmaydigan bu odamlar xalqni nayt osonlam ishontira oladi. Qo'limizda qurolmi yo'q. Tuzukroq bilim egallarimi yo'qdir. Bu kadar yoğun g'oyalarni qandaqmi ishga sho'g'ili bo'lar degan savollarga ular nayt oddiylar. Allah yordam qilsa qilib olmaydigan ish yo'q. Allohning qudratidan gumonlanamsizlar degan hamon nadan qoldirilgan kishilar qo'rqib ketadi. Yo'q,
Allah'ın kudretinden kadar guman kılaylı. Allah'ın kudreti işini emas. Deyişten başka yolu yok edi. Ularning qarashlari bo'yicha faqatli Sharq Turkiston deb turib olish yoki vatanparvarlik islomga zid edi. Chunki musulmonlar ma'lum bir davlatni mustaqil qilish kuyida bo'lmasligi, butun dunyoni islom bilan sharaflantirishni vazifa bilish kerak edi. Mustaqillik deyishmi, vatan deyishmi, millat deyishmi, xato hatto ig'ir gunoh hisoblanadi. Xalq cho'g'iltib qo'yib berilganda gangsa bo'lib ketgan. Ular hatto Sharq Turkistonning davlat bayrog'ini tuzitish vermay tura olmadi. Ajdodlarimizning qani va jini badalik kelgan bayroqni tuzitish kirgizdi. Kalima shahodat yozilmasi bo'lmaydi. Ya'ni hammasi ko'rinish, qarindoshlar. Quruq aqidachilik. Ben bunu kelgüsteki bir temada yana so'zlayman, bu quruq aqidachilikning naqadar chirmab ketganligini bizni. Bizninglar emas, butun musulmon dunyosini chirmab ketgan bu quruq aqidachilikning qanday ziyonliq ekanligini so'zlayman kelgüsida. Men ilgari bir qatam so'zlagan ishi bekorlangan islom va quruq aqidachilik to'g'risida degan bir video. Bu temada yana kelgüsida to'xtalmoqchi. Yani bu İslam'ın, bizden düşüncemizdeki İslam neme? Kalpte. O teşhir kiyip alıdığan kiyim, ya ki beşedeki bök, umumen taşkı görünüş emez. İtikat degen yürekte alıdığan nesi. Lekin bunlar görünüşlerge İslam alıdığan ya. Kelime şehadetini yazdığını tüz kirgiz bayrakka. Hatta ular dedi ki Resulullah bunda bayrak kütübüge de inkar kıldı. Sabit Damoğlu'nun Cumhuriyet kurgunumu hata olgan bulup, onun imanıgımı şübhe bilen qarashqa to'g'ri keladi. Yani qaytadan baho berishga to'g'ri keladi. Dunyoda hech qanday sap musulmon qolmagan. Fakat bizning Uyg'urlar ishidan chiqqan aş kichikkina toplam eng sap, samimiy musulmonlar bo'lib, aşılalı İslam'ın asli sübti, asli halde boyunca tatbiq qiladigan ve qaytadan dunyoga yayadigan kishilar edi. Şuna hazırның özüdeki musulmonlar ve musulmonlarning davlatlarini başqadan islom bilan sharaflantirmasa bo'lmaydi. Bizning xalqimiz bo'lsa mana shunday gaplarga ishini emiradi. Hech kimning aqliga bular tök turib, hech nimasi yo'q turib, bunchalar ishni qanday qilar? Mustaqil davlati va armiyasi va o'ziga yarasha iqtisodiy ishlab chiqarish sistemasi va bo'lgan 100 millionlab nupusi bo'lgan musulmon davlatlarimi og'ziga elishga petinolmayotgan yo'g'on gaplarni bular nimasiga ishonib deyotdi? Bular utopiyachilarmi, qo'ymichilarmi, aldamchilarmi degan savol ko'ngilga kechmaydi. Xalq baknadan bo'lganlikda. İslam, Allah degandan keyin qo'rqib ketadi bizning xalq. Uningga til tekkizish, uningga shubha bilan qarash mumkin emas. Eğer bunda savol kechgan va bunda savollar so'ralgan taqdirdami, ularga asonla raddiya beriladi. Resulullah o'zi yolg'iz emasmidi? Bir musulmon, aşı yolg'iz bir musulmon, bir odamdan bugun dunyoda qanchalik musulmon borligi keldi? Desinlar savol so'rovchi jimi qildi. Ras, to'g'ri. deydigan gap, qo'rqib ketadigan gap hatto. Biroq qalpoqqa aydirilib qolamdi dedi. Andın yani xuddi allaqachon Allohdan kapolat elib olgandeklam Allah yordam qilsa nimish qilib olmaydi ekan desimi har qandig'ining og'zi besqatdi. Allah ve İslam red qilish, gumon qilish mumkinchiligi bo'lmagan ikki qalqa.
Amaliyotda Xitoylarning projesi uchun xizmat qilmoqda edi. Bu yerdagi islom Xitoylar tarafidan bizga tanlanayotgan islom bo'lib, hargizmi o'z xohishimizdan, o'z tanlashimizdan bo'lmag'achqa, bizning ishimizga emas, Xitoyning ishiga texmbek yaraydi. Biz o'zimiz to'g'ri tatbiqlagan bo'lsak, tabiiyki rol o'z qo'limizda bo'ladi. Shug'unisi Xitoylar bizni o'ynatmoqda. Ahvol bundaq ekan, xalqni bakmi cho'nqir xatolarga petishdan saqlab qilish urinishida men ba'zi maqolalarni yozib, yuqoridagi kasalman qarashlarga raddiya berish bilan birga ular tarafidan burmilinayotgan islomni to'g'ri shaklda tushuntirishga tirishgan edim. Albatta, nihoyatda ehtiyotchan til qo'llanmasam bo'lmaydi. Undaq qilmasam, nihoyatda osonlam xalqning inkor qilishiga uchraydim. Şuna ehtiyatlık til bilen, memmu İslam prinsipleriga uygun ta'riflarni, Qur'on va hadisdan qarashlarimni isbot qiladigan naqllarni berish bilan, ya'ni ashular tushunadigan til va metod bilan qarash chiqmasam bo'lmaydi. Bo'lmasa, asallam yozganlarimni o'zimga qarshi dalil qilib, mening islomga qarshi ekanligimni ko'tarib chiqib, xalqning nafratiga qoldiradi. Hiç tartınmay İslam'a karşı bu deyip devreleydi de bular. Ularning qarashlari shu qadar bema'ni ediki, go'yo bu yer sharida yashayotgandek emas. Boshqa bir planetdan kelib qolgandek. Hayotning mantiqisiga, reallikning tabiiy prinsip va qonunlariga tamoman zid bir nimalarni deyishadi. Gerçi islom bilan chumpardilangan bo'lsa-mu, ularning da'vatqonlari islom emasligini bilibdi. Ya biz tarafdan bir muncha damolligi bor. Nimish bilmaymiz uni. Chunki biz tarafda ularda bo'lgandimmi, kuchlik mollalar. Din odamlari bo'lg'achqa, ularning yordamida men Qur'on va hadislardan ularning safsatillarini barbod qiladigan naqllarni topa oldim. Shu chog'dagi kayfiyatga qarshi raddiya maqolalarim Eynek namlı kitabımı kirgizilgan edi. Hozir o'qib baqsangım bo'ladi. Bugun chumpardillarini echib o'tib, boshqa shaklda ko'rinayotganlar İstanbul'da yashayotadi. Ashkon islomchilar. Endi ular vatanparvarga aylandi, millatchi bo'ldi. Endi yengillari dasturunga qochib chiqish projesi bilan. Xitoyning qochib chiqish projesi bu Sharqiy Janubiy Osiyodan qochib chiqib Suriyada dushman izlab Suriyaga kelgan. 1,5 milliard Xitoy yetmay ularga Suriyaga dushman izlab kelganlar. Bugun ayni ashu zamondagini da'vatadi. 20 necha yilning oldidagisining takrori. Yangi odamlar. Qonunlari aqliga keldi shu anda. Reallik ularni aqliga keltirdi yani. Mecbur. Men vatanparvarlikning islomga zid kelmaydiganligini, millatini suyishning zid kelmaydiganligini, mustaqillikning ozodlikning islomda yeri borligini isbotladim shu maqolada. Shundaqla butun dunyoni o'ziga dushman qilib oladigan bundaq talvilikning mustaqillik harakatimizni xalta ko'chaga boshlaydiganligini, birlik Xitoyning biz uchun ziyoda cho'ng va yetarli dushman ekanligini, shunga dushmanni ko'paytirib olmasakmi, shu Xitoyga taqobil kelishning oson emasligini bir oz amaliyotga uyg'un, hayotning mantiqisiga uyg'un fikr qilishimiz kerakligini tushuntirishga tirishdim. Mening bugun Sharq Turkiston surgunda hukumatiga prinsip qilib bekitgan, shundaqla mustaqillik harakatimizning prinsipi qilishimiz kerak bo'lgan bir nishon, bir dushman. Bir nishon, bir dushman qarashim osh chog'lardan tartib shakllanishga, mustahkamlanishga boshlagan edi. Biz o'zimizga tushliq yukni ortaydi ustimizga. Butun dunyoni dimbimizga yutaverishimiz kerak emas. Onunga kuchimizmi yetmaydi, quruq gap bu.
Şuna bizning birli nishonimiz va faqat birli dushmanimiz bor. Bu esinglarda bo'lsin qarindoshlarim. Bu butkul mustaqillik harakatimizning o'zgarmas prinsipi bo'lishi kerak bu. Yuqorida her iki gruppaning sağlam bo'lmagan, ya'ni o'zimizdan kelib chiqqan bo'lmay, Xitoylar harakatimizni islomlashtirish orqali patqoqqa patirish uchun barliqqa keltirilganligini deb o'tgan edi. Buningga shu aniqlamani berish zaruriyati bor. Her iki to'pning tizgini o'xshash bir qo'lda ekanligi. Beshidagilarning sağlam odamlar emasligi. Bugün torlarda ko'rilayotganimi shu o'tmishlikning takrori bo'lib, texmo muntazamlashganligini ko'rib olish mumkin. Ular mutaxassislar bilan desteklangan, kuchaytirilgan holda yangidan maydonga chiqyapti. Tovlayotgan muqomlar burunqisi bilan o'xshash. Diqqat qilsanglar. Burunqilarni Xitoylarni tillamaydi. Xitoylar qarata nafratni bilaydigan nutqlarni so'zlamaydi. Til uchini g'arbga qaratgan edi. Bugungilarga diqqat qilsangizmi, ularning g'alati atalg'ularni kashf qilayotganligi ko'riladi. Sharq Turkistonning islomiy ozodligi. Ozodlikning turli shakllari, turli sifatlari bo'lganligini buningdan ko'rdik. Bu gapni qilayotgan ongsiz yoki ongliq ayg'oqchilardan shunday so'rashga majbur bo'lamiz. Agar islomiy emas ozodlik bo'lsa, qanday bo'ladi? Yaramamda. Uningdan ko'ra Xitoyning hukmronligi yaxshiroqmi? Cumhuriyet quramiz deb da'vo qilishmi yomonmish. Chuqum xalifalik qurishimiz kerak. Xitoylar hozirgacha necha xalifa yasab chiqdi biz uchun. Xabaringiz bormi buningga? Bular kimning ishiga yarayotadi? Agar yana 20 yil tinch o'tsa, 20 yil tinch o'tsa, Xitoylarning Uyg'urlarni yo'qotish plani to'liq g'albaga erishadi. Ya'ni oldimizdagi 20 yil ichida 3-Dünya urushi portlamasa va bu urushda Xitoylar asosiy dushman bo'lmasa, Sharq Turkistondan Uyg'urcha so'zlaydigan odamni tepishmi, xuddi dengizdan jingni izlagandek izlashgan chog'da andin birat chat yaqida chala biladigan bir necha odam tepilgudek vaziyatga kelinadi. Mushahaldagi bir millat, mushahalatga chiqqan bir millat ozodlikka shart qo'ysa, xuddi ochliqdan o'lay deb qolgan odamning tomoq tanlashiga o'xshash aql qabul qilg'isiz bir ish bo'lmasmi? Ochliqdan o'lay deyapsan. Endi polovosi yeyman, mantovosi yeyman, quruq nonni yeymayman degandek ish bo'lamdi, bo'lmamdi. Biz ochliqdan o'lay deb qolgan odamga o'xshaymiz. Bu holatdagi och tomoq tanlamdi qarindoshlar. Yoki yegili bo'ladigan bo'lsa har narsani yemdi. Xuddi shunday biz yo'qolishga yuzlanyapmiz. Biz Xitoydan qutulsaqli bo'ladi. Xitoydan qutulgandan keyin rasam mustabid bir podshoh bo'lsa-mu mayli. Uyg'ur podshoh bo'lgandan keyin bo'laveradi. Zulmni o'xshash davom qilgan taqdirdami, hech bo'lmasa ana tilimizni cheklamaydi. Chunki podshohning tili o'xshash bo'lganligi uchun. İlgirki İslamçılar hiç namus qilmasdan demokratik bir davlat qurilib qolsa bo'lmaydi. Uningdan Xitoy hukmronligi yaxshiroq deyishgan oshkora holda qarindoshlarim. Va buningga O'zbekistonni misol bergan. O'zimiz O'zbekistonda turiblik, O'zbekistonning hukumatini bo'lmaydi deb qaralayotganga. Mana mush Kerimovning hukumatidek bo'lib qolsa qanday bo'ladi? Çünkü Kerimov dinni cheklayotgan, ro'pashni cheklayotgan, saqal qo'yganni ekirib so'roq qilayotgan, mening bir qatam tutib olib, mening bijvoq bididek saqalim boribdi. Tutib ekirib meni so'roq qilgan, boshqa kuchlik aloqasi va odamlarimiz
Meni qutquzib et chiqqan. Aşının qaraplam, mana aşında ulap qalı demasmi? Emma qanday oldu natija? Hozir Kirmop hakimiyetining mustabidligi va dinni cheklayotganligini misol bergan. Men shu chaqdilla yuqorida deganimdek mazmunni takrorlab, Kirmop hech bo'lmasa o'zbek tilini cheklamaydi emasmi degandim. Chunki o'zining tili o'zbekchada. Ammo Xitoycha Xitoy hech nimamizni qo'ymaydi. O'zimizni qo'ymaydi. Endi bu yerda islomiy ozod. Ya islomiy emas ozodlik bo'lsinki, Xitoydan bir qutulayli bismillah deb. Undan keyin nima bo'lsa bo'lar? Bugungi islomchilarmi 20 yillar avvalgi islomchilardek Talibanni go'yo islomning homiysi, musulmonlarning boshpanoyi bilyapti. Taliban hakimiyetini islomiy imorat deb sifatlab atayapti. Ammo bu imoratni kimlar barliqqa keltirdi? O'tgan 20 yillik yarasta hayotida kimlar uni hayot tutib keldi, oyoq tutib keldi? Bularni o'ylab ko'ray demaydi. Yoki buni o'ylag'dek avvaldim emas. Hech olmaganda tuvandagi odatdagi sab ve pakiz mücahitler bunu o'ylag'dek holda emas. Beshilikini bilsimi, onun vazifasi shu. Burnidan yetilinayotgan bo'lg'achqa bu atalmış islomiy imoratning me'morlaridan biri Xitoy ekanligini ko'rib tursin e'tirof qilmaydi. Biz davomiz uchun biror g'arb davlatidan yordam olsak yoki tamadi bo'lsak xatolashimiz. Ularning islomiy imorati bo'lsin, Falastin bo'lsin, Xitoy bilan eg'iz burun yalashsa xato olmaydi. Bu qanday islom bu? Bu qanday tengsizlik bu? Buningdan az kam 20 yil ilgari buningga diqqat qilib qo'yinglar qarindoshlarim. Bugungi kundan az kam 20 yil ilgari, balki 18 yildir, 17 yil millatimiz oxirgi nafsini elayotdi degan bir maqola e'lon qildim. Aksidan millatimiz o'limga hukm qilindi degan mavzuda yana bir maqola e'lon qildim. To'g'ri. Shu chaqda menga umidsizlik targ'ibotchisi degan qalpoq kiydirilgan edi. Aşından 17 yıl, 18 yıl, 20 yılının aldıda bugünkü vaziyetni to'g'ri mo'lcharlayolmaydigan qancha adamı var Uyg'urning? Chiqib baqsin o'tirg'a, ko'z tutib baqsin dalili bo'lsa. Mening bu ikki maqolam hozirmi mavjud shu Sharq Turkiston ozodlik yo'lida izlanishning 2 kitobida. Aşağıda bak, qirsanlar. 2005 yoki 2006'da mı yazılgan. Ümidsizlik targ'ibotchisi degan qalpoq kiydirilgan shu vaqtda. Men bugungi barliqqa kelgan manzurni shu chog'da ko'rib yetganligim uchun jiddiy holat signali chelib, xalqimni ko'zini etishga undigan. Mana ümidsizlik targ'ibotchisi qalpoq kiydirgan umidvorlik jadchilari nima qilganda? Hech nima. Ular faqatla qiltaq qo'ysinlar, soqol g'irishlasini bo'ladi. Mana bugun mushu bugunning o'zidimi oilasi bilan normal ko'rishib turayotganlar munofiqlar, ongliq yoki ongsizlik bilan munofiqlik qilayotganlar borligini o'qib turayotimiz. Normal aloqa qilib turayotganlar bor, mavjud. Hatta kelib ketayotganlar va oila a'zolari. Mana shu kishilar shu anda bizning Sharq Turkiston jamiyatimizda qaysi til ishlatilyotdi? Balalar bilan ota-onalar qanday o'qishidi? So'rab beqotamda.
Neticede anlaganda yüreki etşandıgandı. İslamlaştırış. 100%'lik talep bilen çıň turuş. Xuddi Nesir'din efendim Allah'tan baylık diligende tamdan tüyde oturap oyluda. 1000 tilla tiligen ve eğer 999 tilla bäsimi almayman digendek 100%'lik talepde bolsa bizning islomchilar bosu 100% bolsun bu. Bulmusa bulmusun deydigan acayip kılık olur. Efendinin del yüzüdeyik. Bugünkü bizning Xitaylar minisini jüyetken İslamçılarının tamamen kara yumur tüsüge ege. Bu gepleri. Kara yumur. Halifelik, halakara İslam, bütün dünyanın İslamları Türkiye şuvarları bilen siyasi cihattan halk köçüğü sokuş ve yigilep tügeş kısmetiga düçar kılış. 2000 yılda Özbekistan KGB'sinden kaçkan yoki kaçırılgan, kaçtı degan at payda kılıngan Cümen Amangani Afganistan'da mücahit olup yürgen çağlarida bir dilla xuddi tulumdan tokmak çıkkandek eskitamdan oşu çıkkandek. Birinci nişanem Şarkı Türkistan'ı azat kılış dep jakalıgaydı. Oylanla qarindaşlar. Özbekistanlık Cümen Amangani Afganistanlık ile bilip birinci nişanem Şarkı Türkistan'ı azat kılış dep jakalıgaydı. Bu jaka xuddi İsa Yusuf'un 50. yıllarda Birleşken Milletler Teşkilatı'da men Şarkı Türkistan'ın emas, bütün Türkistan'ın vekilimen dep medresini poqqiyğini oppoqşaş netije berdigan bir söz olup, bunu Xitaylar pul berip degizgenligi bilinip turdi. Bu söz Özbekistan'a qanday mesaj berdi? Cümen Amangani Şarkı Türkistan'ı azat kılıman da aytgan bolsa. Qanday mesaj berdi? Senin ve mening düşmanım bir. Şunu bizmi ortak oluşumuz gerek degan mesajni berdi. Özbekistan bunundan onu anlaydı. Özbekistan'ın Uygurlarga hissedaşlık kılıp selişinin Şarkı Türkistan müstakillik hareketinin bağısı bolup gelişinin aldığını eliş üçün kılıngan haramzadılıktır. Ama bu jaka quruqdan quruq jaka bolganligi üçün hiç qanday hareketke aylanmaydiganligi bu sebepten biçare Şarkı Türkistanlıklarga ziyandın, bala qazadan başkını ep gelmeydiganligi naiti eniq edi. Anlasam yakında IŞİD yoki DAEŞmi Uygurlarning azatligini kun tartibida aldın qurunga qo'yganligini jakalabdi. Bu Cümen Amanganining jakasiga o'xshashlar. Şarkı Türkistan davasını halk köçüğü tıkış rol oynaydıgan, düşmanlarımızını köpeytidigan bir jaka bulup, jakadan nereye ötenmeydiganlıqdan. Hiç qanday paydası olmaganning aksiçe bizge siyasi cihattan egir ziyallarını keltirdigan düşmanlikdir. Hatta onun aldırlarda Osama Bin Laden'mi tilgagan. Bazılar muşunda geplerden nayet hoşulap gidiyor ekan. Turuplar. Qanday aql bu? Nima qila olaydi shu? Suriyada tug'ilgan bir guruh nima qila olaydi? Qurollarni elib uçak bilan Beijingga tushalam deya. Yoki yo'lovchilar aeroplaniga chiqib Beijingga manga uçakka. Tengir tağları Teklimekan çölünün üstüden kitavatganda seklemdi. Faqatla aqlli o'ylamayapmiz. Hozirgacha nurg'un qarindoshlarimiz qurolliq inqilob davatini, men bu qurolliq inqilob mavzusida 2 videoda so'zildim. Onun nurg'un shartlari var. O shartlar bizda yo'q bugun, qarindoshlarim.
u faqat orzu holatida qoladi. Anlasam Xitoylar Uyg'urlarni dunyoga razil qilish maqsadida yana bir film ishlab, uningda bizning xalifalik qurish g'oyamizdan gap atganligi ma'lum. Xitoy tashviqoti tashqaridagi Xitoy mollalar yetishtirgan islomchilar tarafidan kuchlantirilmoqda, tasdiqlanmoqda. Ular Alloh va islomni mudofaa kunligi qilib xalqimiz ziyoda nodon bo'lg'achqa ularga qarshi gap qilishmi nihoyatda xatarlik bo'lib, nodon xalqimizga islom dushmani qilib ko'rsatadigan afzallikka ega. Xitoylar mana bu taraflarni bek obda hisobga olg'achqa mustaqillik harakatimizni islomlashtirish orqali yo'qotib bo'lganligini bilgan. Türkistan İslam Partisi degan ismning o'zini olsak, buning ta'siri xuddi Iso Yusufning Birlashgan Millatlar Tashkilotida qilgan so'zining aynan o'zi. Shu ta'sirini beradigan. Buni hamma odam mo'lcharlay oladi. Chunki Turkiston va Sharq Turkiston degan bu ikki ism osmon zamin farqli hukmlar bu. Turkiston Sharqda Ara yulduzdan, g'arbda Volga daryosigacha, janubda Amu daryosidan shimolda O'tir Sibiriyagacha bo'lgan taxminan 6 million kvadrat kilometrlik bir rayonni ko'rsatdi. Turkiston. Sharq Turkiston faqat bir davlatni bildirsa, Turkiston 6 davlatni bildiradi. Turkiston İslam Partisi degan bu ism qora qo'soqlikdan shunda qo'yilib qolgan ismmi? Yoki qasddan shunda ism qo'yish orqali Uyg'urlar uchun O'rta Osiyodami birmuncha dushman qazanib berishni aytyapti. Xitoylar bu orqali O'rta Osiyo jumhuriyatlariga shunday bir masaj berayotganlik aniq. Mening dushmanim sizlarning dushmaninglarmi? Bularni o'ylab ko'p obdan mo'lcharlanlar degan masajni berdi. Bularni o'ylab ko'rishga to'g'ri keladi. Ondan bu atalmış partiya haqida hamisha deb kelayotganimdek, bularning qurilishi va Pokistonni ba'zi qilishi, har qitimli Xitoy tashviqotida terrorchiligimizni dalil bilan ta'minlashi, aql egillari o'ylab ko'rishga tegishli gumonliq nuqtalardir. Keyingi chog'larda ularning Sharq Turkiston mustaqilligi haqida so'z atadigan bo'lib qolishi majbur bo'lganlikdan bo'lib, ular haqida gumonlarning ko'payishi. Gumon ko'payib ketdi ular haqida. Ko'nlardan birmunchalarning javob berish qiyin bo'lgan savollarni taqab turib olishi. 20 necha yildan beri Xitoyga qarshi so'z harakatdan ko'ra G'arbga qarshi tutumni tufaylidan bir qismlarning kichik jamoat deb atalgan bir to'p bo'lib ayrilib chiqishi sababli keskin rad qilinish xavfiga, rad qilinish vaziyatiga duch kelgachga eg'izlarini isloh qilishga majbur bo'ldi. Ammo niyatlarini isloh qilgan bo'lishi notayin, hatto mumkin emas. Chunki tizgin o'zining qo'lida emas. Sharq Turkistondagi qatl-omlar tufayli xalqaro jamiyatning diqqat qo'zg'alayotgan, Sharq Turkiston yoki Uyg'urlar haqida davomli xabar axborotlar ko'paygan, xalqaro yordamlarning boshlanishi ehtimol bo'lgan bugungi bu vaziyat Xitoylarni qattiq sarosimaga solayotganlikdan da'voning tusini o'zgartirish, uni xalqaro terrorizm bilan bog'lash, mustaqillikdan iborat bir nishonimizni yana G'arb demokratiyasiga qarshi harakatga ko'rsatish, xilofat uchun bo'layotgan da'vomish kabi ko'rsatib, xalqaroda yetim qoldirish urinishlarini jiddiy ma'noda kuchaymoqda. Qarindoshlarning islom degan bu chumpardiga aldinib qolmasliklarini ular da'vatganning amaliyotda islom emas, quruq aqidachilik ekanligini
Xitayning meni juyushi qayta shakllantirishidan barliqqa kelgan chalanggushlik ekanligini tunib yetishini umid qilish bilan birga to'g'ri yo'ldagi, to'g'ri fikrdagi imoniy, e'tiqodiy, vijdoni kirlanmagan ulamolarimizning o'tirg'i chiqib, siyosiy da'voga xizmat qilishini, islomni to'g'ri usul bilan tushuntirishlarini ming marra tuvanchilik bilan o'tinib so'rayman. Bu dal sizlarning o'tirg'i chiqadigan vaqtinglar. Dinimiz va millatimiz uchun xizmat bu nuqtadan kechadi. Uşaq masalalar haqida emas, mana shunday keskin siyosiy masalalarda to'g'rini tanlashga yaraydigan siyosiy ig'irlikdagi fatvolarga xalqimiz texmi muhtoj. Kichik va kundalik ishlarda fatvosiz qilib, ezib ketsa, cho'ng gunoh bo'lmaydi. Yoki gunoh bo'lsa-mu, kufrga ketmaydi. Ammo navbatda siyosiy nuqtadan ezish küfür gelip berişi bir milletinin tamamen nesli kuruşuq edip berişi mümkün. Düşmenge yardım berdiğen rol oynap berişi enik. Şuna siyasi yol tanlaşkı yolda yardımı bulduğun fatvalarga halkımız hakikaten mi muhtaç? Bazı perzlerde ciddi şaraitlarga göre iş tutulduğanlıqını, yani bazı haramlarının zürriyetle karşısında mezur kırıldıqanlıqını men bilemem. Ama bunu yanılı bir mollamızın çıkıp düşendirgini qayıl kılarlıqıra oldu. Bizning İslamçılardaki 100%lik talabni tushuntirib oladigan ishlarni yana kimlar qilyapti dunyoda? Qaysi musulmon davlati o'ylab beqyapti? Hech nimamiz bo'lmay turib, bizga nimandaq yo'g'on gap bu? Buni hisob qilish lozim. Doktor va shahid Abdulla Azamdin Afg'onistondagi jihad haqida so'raganlar. Afg'onistondagi zaharlik chekimlik yamrab ketgan, gunoh ma'siyatlarga patqan bir qavm bilan birlikda jihad qilish durust bo'lamdi degan savolga Abdulla Azam qanday javob bergan? Agar jihad qilmasak, kommunistlar Afg'onistonni besib olsa, din tamamen cheklangan bir jamiyatni barliqqa keltirdi. Shunga jihad kommunist dinsizlar qarshi bo'lganda qilish kerak. Bunun neticesinde İslam'ni tamamen joriy qildirib bo'lmasa-mu, ya'ni 100% qiyğini bo'lmasa-mu, bir qismini joriy qildi. Yani 100 bo'lmasa-mu, 30%, 50% bo'lsa-mu, bo'ladi deydi. Xuddi yuqorida men 20 necha yil avvalgi so'zimni eslab deganimdek. Hammasi bo'lmasa-mu, hech bo'lmaganda tilimiz cheklanmaydi. Hiç bulmasa özlerimizge Xitay tuqqanlar ivetilmeydi. 100'ni koyunda 1% bolsa Xitay hükümranlık astida yaşagandan yaxşı boludu. Bunu aniq tonish lazım. Yani bugünkü Xitay hükümranlık şaraitida yaşaganımızga qaraganda mustaqil devletimiz 1% farqlansa-mu, utuq bu qarindoshlar. Bu kadar kaj, bu kadar g'alat olmaydi. Ve bunda qarashlarga tükürüp koysak olur. Bugün müşahiqcha sözler gepim belkim uzarab ketgan bo'lishi mumkin. Haqqinglarni halol qilinglar. Allah hammanglarning bu Ramazon oyidagi ibadetlaringlarni maqbul ibadetler qatarida qilsin. Hassalab savob beraversin. Allah'a emanet.